Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Rayzo. Bugungi videomizda Minecraft uchun top 5 ta narsalar haqida bo'ldi. Bugungi videomiz oldingi videolarga o'xshagan zerikarli bo'ldi. Topinglarcha, bugungi videomiz nima haqida bo'ladi? Da bolla, bugungi videomizda mana shu yashil laycha Steve haqida bo'ladi bolla. Bolla, videoni ko'rishdan oldinglar yeb ichishga bu narsalarni olib kelinglar va videoni mazza qilib ko'ringlar. Qani unda biz videoni boshladik. Yo bolla, sizlar videolaringizni ustiga 4K 8K gacha sifatli bo'lgan prevyular qidirasizlarmi? Unda mana sizlarga eng arzon over design kanalini tavsiya qilaman. Kanal ссылкасы videoni описаниесida bo'ladi. Yashil laycha. U aslida kim? Uni nega Minecraftga qo'shishgan? Siz ham hech bu narsa haqida o'ylab ko'rganmisiz? Unda men sizga bu haqida ma'lumot bermayman. Men sizlarga cho'rilar ma'lumot beradigan. Bo'pti. Hazilni bir chekkaga surib mavzuga qaytsak. 2017-yilda mana shu Minecraft o'yinchisi Minecraftda g'alati narsalarni sezib qoladi. Ya'ni piramida ichidagi g'alati narsalarni sezib qoladi. Va piramidaga men pastdagi narsaga tushib qarasak, u yerda Green Steve, ya'ni yashil laycha turgan edi. Uni bitta urishdayoq mana shu joyga spawn qilib qo'ydi. Bo'lla, kelinglar endi yashil laycha haqida gaplashsak. Yashil laychaning qobiliyatlari u qaysidir o'yinchini bittadan urib qo'yish bilan boshqa yerga spawn, ya'ni bedrock bilan o'ralgan ichi to'la creeperlarga to'layotgan joyga spawn qilib qo'ya oladi. U ko'proq uchraydigan joylar o'rmon va desert, ya'ni qumli o'lka va ayrim bir hikoyalarda u kechqurungi soat 3 larda paydo bo'ladi deyshadi. Men bunga ishonmadim, to'g'risi. Lekin ayrim bir qanaqadir g'alati teoriyalarda yashil laycha Xayabrning ukasi deyshar ekan. Bunga ham to'g'risi men yana ishonmadim. Mana bolalar Green Steve haqida uncha ko'p ma'lumot bermagan bo'lsam ham, endi yana kelinglar, yana videoni ko'rishni boshlaymiz. Xullas bolalar, mana yana boyagi bola, ya'ni piramidaning ichiga yana kirib ko'ryapti. Voy, normal yurishni bilmas ekan boru. Xullas mana yana Green Steve, ya'ni yashil laychaning oldiga tushyapti. Mana tushmasidan oldin o'zi anaqalar glitch bo'lyapti. Mana qaranglar bolalar. Yonmay nima bo'pti hozir? Menimcha o'yinni qotib qolgan bo'lsa kerak, cho'ta ishlamayapti. Ana yurib kelyapti. Va Green Steve o'ldirdi. Qaranglar, Green Steve o'ldirdi hozir bu. Mana buni qaranglar bolalar. Green Steve o'ldirdi. Undan 64 ta izmirut tushdi, ya'ni 64 ta izmirut blok tushdi. Bolalar mana ko'ringlar, Green Steve o'ldirgandan keyin 64 ta izmirut blok tushdi. Xo'p bolalar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Nimaga Green Steve'dan 64 ta izmirut blok tushdi? Javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman. Unda hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Rayzo bo'ldi.